hayit kuni bu klinika ishlarimizda qiz o'g'limga qiz qarashim kerak edi. Assalomu alaykum. Keling, nima xizmat? NS Medical klinikamiz bayram kunlari ham ishlayapti. Nozimaxon, choy olib keling. Bu qizingiz nima bo'lib ishlaydi? Bu qizimiz klinikamizda menejer bo'lib ishlaydi. Sayyoraxon, choy olib keling. Assalomu alaykum. Ishlayapsiz. Shu qizingiz yoqib turibdi. Yana qizingiz bormi? Qizlarimiz ko'p. Yana bitta qizimiz bor-u, shu sal dangasaroqda, ishga ham zo'rg'a turib keladi. Hadichaxon, choy olib keling. Uf, choy, muncha choyda uradi bular. Shundoq o'jar, shundoq qaysarki bu qizimiz. Maktabni ham zo'rg'a bitirgan. Shu qizingizni o'zim kelin qilaman. Qolganini mana maktabimda o'qiydi. Sizga hayitga zo'r hayitli bo'pti-da, ha? Hamma yurtdoshlarimizni Qurbon hayiti bilan tabriklaymiz. Hammani hayitga, to'ylarga yetkazsin. Qurbon hayitingiz muborak bo'lsin.